Bez işi 5 gaz bezler zamanı. Ve şarabara keldi mana, ve chiqinglar. Bize bugun Chechenkan uyga tintuv to'qigani keldik. Faqat ketasizlar. Здравствуйте. Rosta ovqatda keldingizmi? Ya, kelinglar. Assalomu alaykum. Uyda yotgan narsa bo'ladi, ishlatmaysiz, foydalanmaysiz, lekin kimdirga kerak bo'ladi shu narsa. Bormi shunaqa narsa? Yonishi mumkin bo'lgan joyda yonolmagan shag'am olyapmiz. Qancha bu? Qimmatingiz. 12 ming beraman. 60 ming. 12 ming zo'r narx bu. 15 ming bo'ladi. Ha, 15 ming. 15 mingga sotib oldik. Telefon qilib olib ketinglar bizdan. 15 mingga sotasizmi? Ha? Ha, qo'ying ustiga o'zingiz tiklab oling deb yangi narsa beraman. 500 ming deysanmi? Voy voy. Hozir yerda narsa bor. Nima bu endi? Sharmishyoqda. Necha kunda yig'dingizmi? 40 kunda. Nima bu o'zi? Shampun geldilar o'sha. Hozir endi to'rtga yuvmaganmiz shunda. Bular necha pul bo'ldi bo'pti? Men 5 mingdanman. 5 mingdan beraman. Sizlar bilan kelisha olmadik. Ana Gultubey menga yoqyapti-da, olib ketamizmi? Qaysi Gultubey? Zo'rg'a topdim uni dizayndagi. Bu sizga aniq kerak. Lekin sir ichida nimaligi narxlashamiz. To'g'ri kelsa ichidan nima chiqsa ya, peshana. Ichida nima borligi sir. Bitta ko'tarib ko'ring. Yo'q, ko'tarishim mumkin emas. Demak, hech narsa yo'q. Ayting, narxini ayting. Necha pul lazım? 300 ming. 100 ming arzimasachi? Peshana deyapman-ku. Hozir 500 minglik narsani 15 mingga oldik. Bu 300 ming bo'lsa 6500. Bo'ladi. Mojik. Mayli, biz 7 ming beramiz. 15 ming. Tamam. Hani. Shu karobkani o'zida. Qilib. Bu peshana. Do'stlar, karobka oldik biz. Yo, qop to'lmayapti, yana nimadir toping. O, Chechenka mujik. Buni to'yiga ham qimmat, qarang mana. Anaqa haqiqiyda. 700 mingga olganman. 500 mingga olgan narsani biz 15 mingga oldik. 20. Chiroyli narx bo'ldi. Xo'p, desam ketasizlarmi? 100 mingga beraman men. Qimmatda. Qimmat emas, sobun 500 mingga bemalol olib ketishadi. Oxirgi aytilgan narx 30 mingga beraman. Yo'q. Olgan odam ham mazza qilsin, bu jo'non tegida qolib ketdingizlar. Bo'pti. 50 ming? 50 mingga barakam. Rozimi? Na. Endi keyingisi kim bo'lishini kommentariyada yozib qoldiringlar. Hidi zo'r ekan, 15 mingga ko'ndirdik. Biz yomon yeb qo'ydik-da, karobkamizni 7 mingga oldik. Opa narxida adashib ketdilar menimcha. 50 mingga savdolashib pishirib qo'ydik. Mazza qilib savdolashdik. Shu narsalar kimga kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Keyingisida kim uyiga borishimizni sizlar kommentariyada yozib ketinglar. Shoshilinglar. Sharabara keldi mana.